Buxoro shahriga fransiyalik 4 nafar talabalar o'z loyihalari bilan tashrif buyurdilar. Ulardagi birinchi g'oya kulolchilik hunarini o'rganib, Fransiyada taqdim etish hamda turizm sohasini yanada takomillashtirish. Davra suhbatimizning mazmun-mohiyati shundan iboratki, Fransiyadagi Aziya jamg'armasi hozir 2 ta loyiha bo'yicha O'zbekistonda ish boshlagan. Birinchi loyihamiz mana Ima singlimiz Fransiyada kulolchilik Hunarmandchilik institutining kulolchilik yo'nalishi bo'yicha 5-bosqich talabasi. U kishi bir oy Rishtonda bo'ldilar. Bir oy mana Aqshdonga kelib, biz bilan hamkorlikda ishlab, kulolchilik sirlarini bizdan o'rganyaptilar. Bu birinchi loyihamiz. Ikkinchi loyihamiz xuddi shu jamg'armani fransiyalik 3 ta talaba irrigatsiya sohasi bo'yicha, ya'ni suv tejamkorligi loyihasi bo'yicha ish boshlayapti. O'zbekistonda bularni maqsadi shuning suvlarni yig'ib, ulardan masalan cho'l zonasida ichimlik suvini olish va kichkina mini elektrostansiyalarni mana shu ariqlarga, daryolarga qo'yib, joydagi aholini elektr energiyasi bilan ta'minlash texnologiyasi. Bular asosan grant asosida faoliyat olib borganlarga uchun bularning xizmatlari, g'oyalari mana O'zbekiston xalqi, jumladan Buxoro, Qoraqalpog'iston uchun juda katta yordam deb bilaman. Keyingi samarali reja esa ayniqsa suv tanqis va elektr energiyasi muammo bo'lgan qishloqlarning chekka hududlari uchun ayni muddao. O'zbekistonning chekka cho'l hududlarida shudringdan suv olish hamda kichik ariqlarda charxpalaklar o'rnatib, elektr energiya olish borasidagi fikrlarni almashish uchun Fransiyadan talabalar O'zbekistonga tashrif buyurishdi va aynan davra suhbati davomida ular fikr almashish natijasida bu testlarni O'zbekistonning chekka hududlarida, ya'ni Buxoroning cho'l hududlarida amalga oshirishadi. Bu testlarning natijasini esa biz iyulning 22-sanasiga qadar aniq javoblarga ega bo'lishimiz mumkin. Tahlil qilinayotgan hunarmandchilik masalasi bo'yicha G'ijduvonning kulolchilik maktablarida amaliy mashg'ulotlar boshlanib yuborildi. Shudringdan suv olish hamda suvdan elektr energiya olish jarayonlari bo'yicha esa amaliy ishlar quyidagi tartibda amalga oshiriladi. Quriladigan material mahalliy xomashyo uchun mo'ljallangan, ya'ni bular faqat bilimi bilan kelgan, ko'proq o'zining ilmi, unaqa injenerik, muhandislik nimasi bilan bular kelib o'sha Nukusda, avvalo o'sha Nukus agrar universiteti bilan hamkorlikda bo'lyapti, hamda o'sha xalqaro Orol innovatsion markazi bilan bular, ya'ni mahalliy xomashyodan shu arzon narxdagi nima deydi, elektr energiya qurilmalarini qurish, xuddi shunaqa o'sha suv yig'adigan manbalarini, shudringdan suv oladigan manbalarini yaratish. Olib borilayotgan hamkorlik rejalari natijalarida kerakli muammolar hal etilishi ko'zda tutilgan. Muhiba Alayeva, Umid Choriyev, Markaziy studiya.